Uchrashuvning bosh hakami ikkala jamoa a'zolarini yashil maydonga olib chiqmoqda. Sariq qora rangli libosda Neftchi jamoasi a'zolari, oq rangli libosda Muborakning Mash'al futbolchilari. 11-raqamda Quvondiq Ro'ziyev, 37-chi Sherzod Fayziyev. Parallel ravishda o'tayotgan uchrashuv natijasi Mavrida kelsa yetkazishimiz mumkin. Darvozabon 1-raqamda Botirali Ergashev. Yana bir bor jarima maydonchasi ichida mana bunday holat va darvozabonning mahorati va 96-raqamda Ibrohim No'monov. Mash'al jamoasi a'zolarida yaxshi imkoniyat. Islom Sharipov. Darvoza bo'sh, gol! Darvozabon qayerga chiqib ketdi? Tezkor gol 6-daqiqada Mash'al uchrashuvda hisobni ochmoqda. Bu darvozabonning xatosi. Bo'sh qolgan darvozaga 8-raqamdagi futbolchi qani ko'raylikchi, bu darvozabonning xatosi. Endi himoyachilar ham shunchaki tomoshabin bo'lishdi. Lekin darvozabon joyida turish kerak edi. Ulguraman deb o'yladi chog'i. Yoki himoyachilarga shunchalik ishondimi? Yo'q, baribir darvozabonning xatosi. U yerda ikkita himoyachi, eng qizig'i boshqa o'yinchi ham yo'q Mash'al jamoasidan. Ikkita himoyachi yonida. Faqatgina o'sha bo'sh qoldirilgan qaysidir jamoaning foydasiga ham ishlab ketishi mumkin. Ikkinchi qavatda hozir yaxshi harakat qilishdi Neftchi jamoasi a'zolari. Gol inobatga olindimi, yo'qmi? Xalaqit qilgan hisoblanadi. Qani ko'ramiz. Birinchi ofsayd. Birinchi ofsayd ekan. Ofsayd, o'yindan tashqari holat. 7-raqamdagi futbolchi o'yindan tashqari holatda turibdi. Abror Ismoilov. Darvozabonga xalaqit qilgani yo'q, bosh bilan zarba berdi, lekin o'yindan tashqari holatda turibdi Abror. To'p jarima maydonchasi ichida, yana bosh bilan zarba. Jamshid bor, to'pni tepadigan qushdek chalindi. Jamshid Iskandarov yo'q, to'pni cheriga qoldirdi, zarba, darvozabon to'pni egallab oldi. O'y, qanchalik xavfli uzatma chiqdi hozir. Turnir jadvalida 8-o'rinni egallab turishibdi. 13 uchrashuvda hozir Abror Ismoilovdan zarba noaniq. Burchak zarbalari bo'yicha 3-1. Darvozabondan to'p o'tib ketdi. Xavfli vaziyat, zarba Jamshid Iskandarov. Mashhur o'sha aktyorimiz. Ishqiboz. Zo'r timsol. Mana imkoniyat Jamshid Iskandarov. Pastga yo'naltirmaydimi Jamshid to'pni? Muxlislarning xohishi. Ofsayd ham yo'q. Ibrohim Halil Yo'ldoshevdan super pas. O'tkazib yubor Abrorga bo'lmasam Jamshid. O'zi pastga yo'naltiradigan to'p ekan. Yo'q, demak to'pni Mash'al futbolchilari tashlash kerak ekan, shu bois ham foydasi yo'q. Haydar G'ulomov. Hozir albatta bu borada yana ma'lumot beriladi. Hujumni oxirigacha ko'rib olamiz. Mash'al yana hujum. Tanaffusda kerakli motivatsiya berildi. Chiroyli pas, yaxshi hujum, zarba. Faqat Jamshidga xos zarba emas. Ustidan tashlamoqchi bo'ldimi? Chiroyli pas, o'zi qabul qilib oldi. Xuddi shunaqa. Yaxshi imkoniyat bor Neftchi jamoasi a'zolarida. Zo'r. Tabatadze. Ibrohim Halil Yo'ldoshev. Darvozabondan seyv. Neftchi jamoasining ustunligida o'tyapti.
Iskandarov. Oppa! Himoyachimi? Yo'q, darvozabon ulgurdi yana. To'xtaboyev. To'xtaboyevni to'xtatib bo'lmayapti. Ko'niki bo'linadi, gol o'tkazib yuborsa ham mana shunday hujumlar davom etaveradi. To'p jarima maydonchasi ichida zarba, darvozabondan seyv. Jokic. Aytyapman-ku, To'xtaboyevni to'xtatib bo'lmayapti. Bu doston bo'ladi tillarda agar mana shunday tarzda davom etadigan bo'lsa. Jonli devordan o'tkazib olsa, voy, rikoshet bo'ldimi? Chalg'itdi. Jokichda juda kuchli zarba bor. Aylantirdi. To'p esa darvoza ustuni yonginasidan o'tib ketdi. Hech kim yo'q. Xato. Imkoniyat bor. Chapga zarba bersa bo'ladi Ibrohim Halil. Zarba. To'g'ri, qarshi hujum ham bor. Ikkinchi qavatda mana imkoniyat, hozir xavfli va Neftchi muxlislarini xafa qiladi. Uyga vaqtliroq ketishni xohlayotganlarni xursand qiladi. G'ofurovning o'zi bir o'zi qolsa bo'ladi. Ikkinchi qavatda to'p uchun kurash. Mana shu yerda kim birinchi? Zarba, rikoshet, noaniq. Xursandchilikka tayyor bo'lib turgan nigohlar. To'p jarima maydonchasi ichida, darvozabon qaytardi va mumkin emas darvozabonga tegish. Yovevich. Shunaqa paytmi hozir? Mana bunaqa oshirish payti tavakkal. O'tib ketdi. Darvozabon qo'liga oldi, bo'ldi do'stlar. Mash'al jamoasi a'zolarini endi birgalikda tabriklaymiz. Ahror Rizqullayevning xushdagi chalindi. Muborakning Mash'al jamoasi Istiqlol stadionida mezbonlarni mag'lubiyatga uchratib, keyingi bosqichga chiqishmoqda. Muboraklik futbol ishqibozlarini mana shu g'alaba bilan tabriklaymiz.